2 kun oldin bitta onaxonimiz algoritmdan uy so'ragandilar. Agar onaxon ko'rayotgan bo'lsangiz, men sizga zo'r variant topib qo'ydim. Qarang, algoritm 31 da bozorchaning yonida elektr plita emas, gaz bu. 3 xona 5-etaj 9 etажkali fransuz planirovka 74 kvadrat toza remontli, narxi 66 ming, bemalol rasmdan tashlab olsangiz bo'ladi. Xo'p, 90lik 012 29 21. Xo'p, dal shokib avvaliy 4 xona Sergelidan akamiz uylarni sotyapti, 92 kvadrat, 2 ga 6 balkon. Nimalar bor ichida aka? То есть средний ремонт, konditsioner bor. nechta bor? Bitta konditsioner. Bitta konditsioner bor. Ular hamma narsa qoladi, to'g'rimi? Orientir Sergeli pasportni 70 pas narxi 70 dan kam bo'ladimi, bo'lmaydimi? Oxir narxi 70 ming. Oxir taqilgan 70. Xo'p, pastki nomerlari bemalol aloqa chiqib, rasmdan tashlab olsangiz bo'ladi. Katta oilalar uchun ideal variant. Bu Novostroyka-da, to'g'rimi? Yo'q. Eski dommi? Eski dom. Ha, eski dom. Eski dom ekan, uzr kechirasizlar, boshda so'ramamiz. Hop, eski domimizda yurgan obunachilar bo'lsa, bosib olinglar.